Ko'pchilikning xonadonida uyga kirganda xuddi shunaqa oyoq kiyimlari palos tevasida yo bo'lmasa mana shunaqa tartibsiz yotadi, to'g'rimi? Endi hozir men sizlarga dastavkasi ham yo'q ishda shunaqa mahsulot ko'rsataman. 25 dan 50 tagacha oyoq kiyim sig'ar ekan. Endi bunaqalarni bemalol tashlab olsa ham bo'laveradi. Odatiy oyoq kiyim dastavkadan zerikkan ukalarimiz shu aylanib turgan oyoq kiyim garderobi. Vodiylik akalarimiz bilasizlar, mebel sohasida zo'r ketishyapti. Qaranglar, buni ko'pincha Instagramda ko'rgansizlar, chet elliklar yasashardi. O'zimizdagilar ham yasashga kirishgan, ya'ni birinchi qo'l ishlab chiqarish sexiga kelganmiz. Ko'rib turganlaringdek, hozir sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz, ya'ni narx-navo, razmeri, qat-qatgacha dastavkasi bormi? Hamda bu eng asosiysi, ko'pchilik hozir narxi 2 xil chiqib qolyapti deganlar uchun qaranglar, 100 ming, 200 ming so'm bundan arzonroq narxlar chiqyapti. Nimaga? O'sha sizlarga tushuntirib beraman. Hozir men egasidan so'radim, menga aytdi, men sizlarga to'liq ma'lumot beryapman. Qaranglar. Buni razmeri 1,5, 70 ga 70 bo'ladi. Og'irligi 100 kiloga yaqin, 80-90 kilo chiqadi. Nimaga? 2 qavat, pastlari, yollari ham 2 qavat. Agar xuddi shu mahsulotni razmerini 1,5 emas, 1,30, enini 70 emas, 60, 61 qilsa, tam narxi 100 ming, 150 ming, 200 ming so'mgacha pasayadi. O'shaning uchun ko'pchilik joyda 100 ming, 200 ming so'm narxi buniki qimmat chiqyapsa, bu aynan qimmat deb o'ylab qo'yishgan. Unday narsa yo'q. Dastavkasi ichida Vodiy Toshkentgacha dastavkasini ichida qilib berishar shahar markaziga. Videoda boshida aytaman, bittadan like bosib qo'yinglar, narxini aytaman. Faqat siz videoda o'tkazib olmanglar. Men sizlarga hali buni materiallarini aytaman, dastavkalar qanchacha borligini aytaman. 1,550 ming so'm ekan. Dastavkasi ichida. Agar kelib olib ketaman desalar, o'sha yo'l kirasini o't berishadi, arzonroqqa tushadi. Manzil Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Vatsroy ko'mir skilati ro'parasi degan to'liq ma'lumot pastki nomerlarga qilsangiz lokatsiya tashlab berishar ekan. 25 ta oyoq kiyim sig'adi, 25 ta oyoq kiyim sig'adi, 50 tagacha oyoq kiyim sig'adi. Agar buni ko'pchilik xususiy bog'chasi bolalar ham telefonga so'rashyapti ekan, 50 tagacha sig'adi. Qachonki kichikroq oyoq kiyim, magazinga tapichka bo'lsa, yonma-yon qo'yasizlar, bemalol pozvolat qilaveradi. Ikkitadan oyoq kiyim qo'yadigan bo'lsangiz 50 tagacha. Agar bittadan oyoq kiyim qo'yadigan bo'lsangiz 25 tagacha, ya'ni 44-45 rasmet kiyadigan bo'lsangiz ham tushaveradi. Rasmetkalar hozirgi paytda nalichida oq hamda seri bor ekan. Bemalol telefon qilsalaring, Vodiy Toshkent O'zbekiston 12 viloyatiga dastavka bor. Vakuumli mexanizmi bor, ya'niki qo'lda qismaydi. Undan tashqari 3 tadan oshiq qo'yilgan, ya'ni eshiklari baquvvat bo'ladi. Ruchkalari turetskiy, metallitskiy ruchka bo'ladi. E2 sertifikatiga ega bo'lar ekan, ya'ni o'zidan zaharli modda tarqatmas ekan. Xo'p, bunimizni aytib o'tdik, narxini aytdik 1,550 ming so'm. Endi bunimiz bor. Bu ko'p qavatli uyda yashaydigan opa-singil aka-ukalarimiz shu. Ya'ni 30, 120 bo'ladi. Bunga gideta 16 ta 17 ta oyoq kiyim sig'adi. Aka, tushunmisiz? Oyoq kiyim sig'adi. Xo'p, ko'rib turganlaringda mana. Polni mana. Xolasalarni aytdilarki, orasiga reyka qo'yib ber, 2 qavatli qilib beraveramiz. Faqat magazinga tapishga qo'yadigan bo'lsangiz, agar pochta balarni krossovka qo'yaman desiz, ya'ni kengroq xohlasangiz, buni ustidan ham chiqarib berishadi. 16 tadan 17 tagacha oyoq kiyim sig'arar ekan. Buni ham oq, malosh, jigarrang hamda seri rasvetkalari bor, 1 million so'm. Buni ham arzonlari bor. O'sha aytib o'tgan gapim. Razmeri kichrayadi, 1 qavat, 2 qavat bo'ladi, narxi tushaveradi. Agar o'zim kelib olib ketaman-ni, o'sha ko'rganingizdan arzon qilib berishadi. To'liq ma'lumot bo'ldi. Rossiyskiy laminat yuvsa bo'ladimi deganlarga, yomg'irli joyda tursa bo'lmaydi. Bu ham ishib ketadi. Namlatda suvni sachib turib, bemalol artib ishlatsangiz bo'laveradi. Ko'rib turgan bu mahsulotlarni cheklanmagan miqdorda bor. Biz hozir sexiga kelganmiz. Pastda akalarimiz nomeri bor. Videoga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib ketinglar. Bizda eng so'nggi yangiliklar, ustalar, ixtirolar, sizni uyingiz uchun kerakli videolar chiqadi. O'shaning uchun bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi, bepul hammasi sog' bo'linglar.